Robbim, bandalaring ichida mahzun bo'ldim. Yana chorasiz qoldim. Faqat sen mening najotkorimsan. Mening qalbimdan bu fitnalik bo'lgan dunyoyingni olgan. Menga ham solihlaringning lazzatidek huzurni ato etgan. Bu fitnalik paytda senga itoatda mustahkam bo'lmaganim uchun meni afv et. Meni itoatingda sobit qilgan. Ko'zlarimdan oqqan yoshlarni seni ishqing uchun oqizgan. Ey Robbim, bugun siqilib sinovlarda mustahkam turolmaganim uchun, dunyoyingdagi imtihonlaring uchun ko'z yoshlarim to'kildi. Robbim, meni bardoshli qil. Meni mahzun qilguvchi so'zlarni-yu holatlarni mendan nari qil.